Bo'pti o'g'lim. Yaxshi o'qi. Dada, kursimga pulni berish kerak ekan. Topaman. To'xta qo'rqoq. Mana senga, ur uni. Yana qochdingmi? O'g'lim, shuni unutma. Qo'rqoq har kun o'ladi. Mard bir kun o'ladi. Yana bir marta yo'limdan chiqsalaring, bundan battar qilib qo'yaman. O'g'lingiz oxirgi paytlarda ko'p dars qoldiryapti. Bo'ldi, o'zim gaplashib qo'yaman. Demak, pul topish uchun darslarni qoldirib yuribman degan. Ha dada, siz biz uchun shunchalar qiynalib ishlayapsiz. Sizga yordam bo'lsin dedim-da. O'g'lim, sen meni o'ylama. Otalarning joni toshdan bo'ladi. Ular har narsani ko'tara olishi mumkin, lekin farzandining isnodini ko'tara olmaydi. Shuning uchun o'qi. Sendan yagona talabim shu. Xo'p, bo'ladi dadajon. Hamma odamning qahramoni bo'ladi. Vafo mo'minning qahramoni kim? Mening qahramonim otam. Ular chinakam qahramonlar.